99% insonlar orzusiga erisha olmasa kerak. Ammo shunaqa 1% insonlar borki, doim buni uddasidan chiqadi. O'sha 1% insonlar safiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring va men o'z sirim bilan bo'lishaman. Bu xaritadan bir emas, bir necha bor o'tib chiqqanman va bu ishlaydi. Endi boshladik. O'zim hayotimdan ko'rgan kechirganlarim, o'zgalar hayotiga nazar tashlab bitta xarita tuzdik. Buni 7D xarita deb nomlayman. Chunki u yerda 7 ta qadam bor. Shu 7 ta xaritadagi qadamlarni bosib o'tadigan bo'lsak, biz maqsadga albatta xohlasa erishamiz. Birinchi qadam hammamiz qila oladigan orzu qilish. Ingliz tilida dream deymiz. Orzu qilishda bitta katta muammo bor. Orzuni juda ham aniq qo'yamiz. To'g'ri, maqsadlarni aniq qo'yish kerak, lekin uni natijasini aniq qo'yish bu ahmoqlik. Misol uchun, Google ga ishga kirmoqchiman deydigan maqsad yoki orzu bu 100% sizni qo'lingizda bo'lgan narsa emas. Xuddi bu shu qiz bo'lmasa qolgan qizlar bo'lmaydi deydigan gapga o'xshaydi. Yoki bo'lmasam, ko'pchilikda bor bu, MacBook olmasam men o'rganmayman dasturlashni deydigan ahmoqlikka o'xshaydi. MacBook berish mumkin bo'lgan narsani arzonroq kompyuter ham beradimi? Imkoniyatdan foydalanish kerak. Qadamma-qadam. Demak, Google ga kiraman deyish o'rniga dasturchi bo'laman. Dasturlashda loyiha quraman, dasturlashda ishga kiraman. Dasturlashda katta texnologiya ishga kiraman deb qadamma-qadam maqsadlar, orzular qo'yish bizni orzuga yaqinlashtiradi. Matematik misol qilib keltiradigan bo'lsak, har doim ham tenglama yechimi bitta nuqta bo'lavermaydi. Ya'ni bitta nuqta emas, balki bitta yuza bo'lishi mumkin. O'sha yuzani aniqlashtirib olaylik. Maqsad qo'ydik, orzu qo'ydik. Endi uni o'zgartirishingiz yoki unga jur'at qilishingiz mumkin. Demak, ikkita qadamimiz bor. Birinchisi distraction. Ko'pchilik bu qadamga tushadi, ya'ni unutadi yoki jur'at qiladi. Jur'at qilish bu birinchi qadam. Litseyda o'qiyotgan paytim g'oya kelgan. IELTS mock intervyusini litseyda tashkillashtirish va daromad topish. Va birinchi jur'at qilgan ishim bu e'lon chop etib, buni universitet litseyga hamma joyga tarqatish bo'lgan. Universitetda hackathon o'tkazganmiz va birinchi jur'at qilgan narsamiz e'lon berish bo'lgan. Dare qilish bu 3-dayimiz bo'ladi. Distract bo'lmasangiz, e'lon berib olsangiz bo'ldi. Endi sizni ikkita narsa kutib turibdi. Buni psixologlar valley of disappointment deydi. Siz e'lon berdingiz, atigi kishi ro'yxatdan o'tdi. Ruhiyatingiz tushib ketadi. Qilmoqchi bo'lgan ishimga bo'lgan ishonchim tushadi. Yoki ikkinchi qism, discouragement. Bu o'zgalar qilayotgan ish o'xshamasligini, bu ish ma'nosizligini aytadi. Birinchi bor o'z blogimni boshlaganimda o'zimni do'stim kelib, bitta siz qolgandingiz blog ochmagan degan edi. Atrofdagilar bu narsa bor-ku deyishi mumkin, bu narsa qilingan-ku deyishi mumkin. Qanaqadir yo'l topib sizni ruhiyatingiz tushirishi mumkin. Va bu ruhiyatingiz tushgan paytda ikkita yana yo'lingiz bor. Birinchisi ko'pchilik qiladigan narsa. Bu kechiktirish. Hali tayyor emasman deysizda, yana kechiktirasiz. Google ga kirishga men hali ham tayyor emasman. Mana Google da ishlab, ishdan ketyapman, lekin hali ham tayyor emasman Google ga ishga kirishga. Nega? Chunki bu hissiyot hech qachon kelmaydi, tayyorman degan hissiyot. Jur'at qildingizmi? Birinchi qadam qo'yildimi? Ishga topshirildimi? Intervyungiz belgilandimi? Bo'ldi. Unga tayyorlanasiz. O'zingizda yo'q kuch hosil bo'ladi. Va endi kechiktirmasangiz agar. Kechiktirsangiz, bu kechikib ketaveradi. Kechikkan narsadan yomon narsa yo'q. Mana o'zim universitetda 3 marta kechiktirganman. Bilasiz, yoqmaydi kechikkan narsa. Sovib qolgan sho'rvani hech kim ichgisi kelmaydi. Qizig'ida qiling. O'sha ishga ishtiyoq yonib turgan paytda e'lon berib yuboring. Jur'at qilib qo'ying. Jasorat kerak buning uchun. Hali hech narsa qilinmagan litseyda e'lon berganmiz, universitetda e'lon berganmiz. 42 loyihasida ham. Hali kurs tayyor emas. Biz Express Backend kursini e'lon qilganmiz. Demak, jur'at muhim. Jur'atdan keyin keladigan, sizni kutib turgan ruhiyatni sinishi va unga tayyorgarlik ko'rish kerak. Va endi yana bitta qadam bu discipline. Buni hamma joyda eshitgan, siyqqasi chiqib ketgan so'z, intizom. Intizom quring deb hamma joyda eshitgansiz. Va men ham sizga intizom quring deyishim mumkin. Lekin o'zim intizomsiz deb o'ylagan paytda o'zimni sizga intizomli bo'ling deyishim qiyin.
intizom nima o'zi aslida? Bu har kuni soat 5 da uyg'onib, robotga o'xshab har doim bir xil vaqtda ishlash, bir xil vaqtda o'ziga nechadir soat vaqt ajratish deganimi? Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Lekin aslida intizom nima? Masalan, menda bir vaqtda uyg'onishda muammo bor. Yoki bir paytda uxlashning o'zida muammo bor. Sport zalga doim bir vaqtda o'zida borishda muammo bor. Rejalarim tez o'zgaradi. Men intizomsizmanmi? Balkim ha. Lekin intizomni qurishni asl demak retsepti, asl uni ingredienti, uni manbai mas'uliyat. Ayniqsa boshqa insonlarning mas'uliyatini olganingizda siz intizom qurishingiz oson bo'ladi. Google'ga ishga topshirdim. Facebook'ga ishga topshirdim. Bloomberg degan kompaniyaga ham topshirdim, chunki u ham dream qatorida kiradi, ya'ni orzularim qatorida kiradi. Nega? Chunki u katta texnologik kompaniya. Google berishi mumkin bo'lgan narsani boshqa yana 100 ta kompaniya beradi. Nega ularga topshirmayman? Topshirdim va tayyorlanishni boshladim. Qarasam intizomim yo'q. O'tirib 1 soat shug'ullanishim qiyin, 2 soat shug'ullanishim qiyin. Nima qildim? Kichkina kanalcham bor, o'sha yerda e'lon berdim. Yozda birga kod yozamiz. Guruh tayyorlab, ularni o'qitishga qaror qildim. Va sharmanda bo'lib qolmasligi uchun ularni oldida dars boshlangangacha o'rganib olardim va darsda keyin qaytib o'rgatardim. Shu narsani o'zi menga mas'uliyat hosil qildi. Chunki guruhga siz 5 kishining mas'uliyatini oldingiz. Soat shu dars soatlarda bo'ladi degan bo'lsa, o'sha soatga tayyorlanib borasiz. Demak, deadline qo'yish muhim bu yerda. Sanasi bor, kuni bor, vaqti bor. Ayniqsa boshqa insonlarni unga demak bog'lab qo'ying. Maktabga har kuni borasiz-ku soat 8 da. Universitet bo'lsa har kuni shu aytilgan soatda kelasiz-ku. Lekin o'zingizga maqsad qo'yganda nega bajara olmaysiz? Chunki tashqi omillar yo'q. O'sha tashqi omillarni qurib olishimiz kerak. Kechiktirmasak, o'zimizga bo'lgan ishonchni so'ndirmasak va eng muhimi hozirgi davrdagi eng katta muammo bu chalg'imasak. Intizom quramiz va bu ishni uddasidan chiqamiz. Maqsadlarni aniq-tiniq qo'yish kerak, lekin natijasini hech qachon aniq qo'ymang. Chunki natija bizdan emas. Natijaga, masalan, Google ga kirish sizga bog'liq emas. Kulgili eshitilishi mumkin. Yo'q, sizga bog'liq emas. Bu Google qarorini qabul qiladi, siz emas. Ammo siz o'z ustingizda ishlaydigan bo'lsangiz, jur'at qiladigan bo'lsangiz, birinchi qadamni tayyormasman deydigan paytda jur'atini qiladigan bo'lsangiz, xuddi menga o'xshab hech hali 10 ta masala yechmagansiz, Google ga ham topshirishga orzu qilib qadamingizni bosasiz. Va shunda o'sha 1% insonlar qatorida bo'lasiz. Bu bizning kichkina xaritamiz. Xaritani chizib oling, maqsadlar qo'yib, ularni zabt eting.